Farg'ona Kirgili bozorida ishlatilgan mebel sotuvga joyi chiqqanmiz. Bugungi sanamiz 5-avgust hafta kuniga chorshanba. Videoni oxcha ko'rsangiz sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bittadan like bosib, yaqinga jo'natib qo'yinglar. Spani garniturda qaranglar, shu zo'rlar chiqib qolibdi. Videoni oxcha ko'rsangiz hammasini birma-bir narx-navolari bilan tanishtirib o'tamiz. Shkaflar, asatilgan joydamiz. Narigi joyda ikkinchi joylarda ham mebellar serob. Bu yerda ham obzor qilamiz. Videoni oxcha ko'ringlar. Pastda Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lsangiz, u yerdan ham mebel xarid qilishingiz mumkin. YouTubedan birinchi ulashtirgan mebellar tashlab boryapmiz. Obunachilaringiz mana shu panerdan boshlayman aka. Antresollari ham bor ekan. Antresollidan. Mana ichlari ham ikkiga bo'linadi ekan. yo'qmi, ikkiga bo'linmaydi, butun. Ha, bo'linmaydimi? Butun shu turishi. Ha, shu turishi ekan. O, beri tarafi 140, bo'yi 230. Tortmalari, xolos hamma joy-joyida. Keshi polkali, keshi shilkali. Buni narxi obunachilarimizga 900 mingga beraylik. 900 ming so'm. 900 ming so'm. 900 ming so'mga antresolli 4 shkaf. 4 shkaf. Ofisni kreslolarimiz bor, tanlab olishaveradi. Xo'p, 600 mingdan sotdik. Xo'p, 500 mingdan joy bo'shatishga tezroq. 500 ming so'mdan. Hamma o'shlaydi, xudo xolasa. Xo'p, detskiyimiz bor aka. Detskiyimiz 2 1 shilkali, 1 polkali. Faqat mashinacha shilingan joychasi bor ekan. Uni ham qilib beraveramiz. Xo'p, tayda ikkita tortmasi bor aka. Obunachilarimiz ishonishmayapti mashina detskiy shuni arzon sotsa, egalari bizga 300 ming 400 ming deb olishyapti. Obunachilar 300 ming so'mga beramiz shu detskiyni. O'zi 300 ming bo'ldi. 300 ming. Egalari 400 ming deyishyapti. Ilmon qilib. O'zi detskiy arzon sotadi-da bu. Yana bitta bor ekan detskiy. Buni 250 mingga beramiz aka. 250 ming. Mana. Buni shu shilkali, pastda tortmasi bor. Mana yerda qo'shimcha ochadigan joyi bor, polkasi bor. Bunisi 250 ming, bunisi 300 ming so'm. Qaysi biri ma'qul kelsa, bemalol Halla olishaveradi. Bularimiz 700 ming kami bor. Xo'p. Trimot 10 8069 fason ideal holatda turibdi. Xudo xolasa hech qanday ayb nuqsoni yo'q. Tummalari ham keng, kattagina. Bu shkafi bor edimi, sotib oldingizmi? Shkafini berib yubordik. Xo'p. Shkafni berib yubordik, bu ham chiroyli holatda turibdi. O'zi Trimosni sotmadim o'zi. Endi sotamiz. Endi sotasiz. Xo'p, Trimosni 700 mingga beramiz, bunisini 100 mingdan 200 mingga beramiz. 100 ming 200 ming so'm. Qaysi zarur bo'lsa so'rashaveradi, billa ham beraveramiz. Ammo razmeriga juda kattasidan bu 170 ga 210 bo'ladi. Shkafda razmeri degan. Shkafda razmeri. Bag'i ham o'zi uni 170 da, ana shkafdan katta-da. 700 ming. 700 ming. Xo'p, stolim bor aka. 200 mingga beraman. 200 ming so'm. Pizni diagnoslovlarda oldigi jurnalni stol. Faqat bitta oyog'i dicha nogironroq ekan. Remont qilib berganmiz. Mana shu taraf menimcha adashmasam. Uni ham ichidan goniylar qo'yib remont qilib berganmiz. Puliga yarasha ulas. Puliga yarasha narsa. Puliga yarasha. Spanigan turimiz aka. Complete. Bu tumbalari, matraslari ham matraslar direkt yangi salafan yangi matraslar qilib berilgan. Material MDF bo'lsa 8069 fason bu ham. Trimos ham kattagina 170 ga 210 bo'ladi. Ichlari. Buni bitta ikkita ruchkasi kam ekan qo'yib beramiz. Kecha magazinimiz bekib qolibdi. Bunda, mana bunda ruchkasi kam turibdi. Ichlari ekan. Bularning ruchkalarini yangi ruchka qo'yib beramiz. Xudo xolasa uylariga chiroyli holatda olib unnat ter beriladi. Dastavka ustanum. Bu shifanera 3 metrli joyga joy bo'ladi. Bo'yi 240 bo'ladi. Buni narxi obunachilarimizga komplekti Spanigan narxi 4 ming so'm vodiy bo'lib dastavka ustanovka xizmati bor. 4 800 ming so'm dastavka ustanovkasi ham ichida. Buni ichini kengligini qarang aka. Voy 4 qanotli shifanera 3 metrda aka. Katta ekan deysiz. Hozir 3 metr o'zimiz Andijon
lekin 3 metrli 6 eshikli ishpana qilib berishi. Bu 3 ga bo'linadi bu. 3 ga bo'linadi. Uyga olib kirib chiqish muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Matraslar zo'r, bu oyoq taraflari ham katta kiradi, ikkita tumbalari. Tumbamiz bag'iga sig'magani ustini qo'yib berdik. Xo'p, keyingi joyga o'tamiz. Ikkinchi joyga boraylik. Aka, ikkinchi joyimizga metka oldik. Men Go'rkadan boshlaylik, yana Ispaniyaga turib komplekt qilib olamiz hisobonachilarimiz. O'shanikimi bu? Yo'q, o'shiniki bas o'sha bilan bir xil ekan. Boshqa joydan olindi. Hali taqdir ashigan shekilli bir xil bo'lib qopti. Bir xil bo'lib qopti. Bu ham o'sha 8069 fasonda, bunisi Go'rka, bunisi Chester. Ikkita bir xil narsa ekalasi ham egalari 5 metrli uyga bunisini beri tarafga qilib uzun qilib qo'yib ishlashgan ekan. O'rtada mana Go'rka turadi. Ikkita chetida nari Chester turadi. Chester turadi. Birlik eng qalaynilar ekan. Kalonni ayni, zerkida ko'zgulari bor ekan. Hamma yo'q joy-joyida, bu ham 3 ga bo'linadi. Uy olib kirib chiqish muammo bo'lmaydi har birini. Aynalari hammasi but-butun chiroyli holatda turibdi. Bunda ham bitta ruchkasi kam. Buni ham ruchkasini qo'yib jo'natamiz yangi. Buni o'zi sotadimi yo komplekt sotadimi? O'zini adin narxini aytib beramiz aka. Bunisi 3 metr, eni bo'yi 2.40 bo'ladi. Buni narxi aka obunachilarimizga 2 million 400 ming so'm vodiy bo'lib dastavkasini qilib beraman. 2 million 400 ming so'm dastavkasi ichida. Ichida qilib beramiz. Bu ikkovichi. Bu ikkovini aka 1 million 600 ming so'm dastavkasi ichida qilib beraman. 1 million 600 ming so'm. Vodiy bo'lib dastavkasi ichida. Hamma oynalari, koloniyonlar har biri joy-joyida. Xudo xolasa chiqadi, ayb nuqsoni yo'q. Xo'p. Stol ustulimiz bor, yangi shkafimiz bor. Xo'p, stol ustulimiz 8 talik bo'ladi. Holat juda chiroyli holatda turibdi. Xonani razmeri 1.75 ga eni 80 bo'ladi. 8 ta stuli bor, stuli ham behijoat hammasi tiniq holatda turibdi. Xo'p, bu ustulimizning narxi 1 million 300 ming so'm dastavkasi bilan qilib beraman. Dastavkasi ichida 1 million 300 ming. Xo'p, yangi shkaf. Bu high-tech fasonda. Mana bir tarafi shilkali, bir tarafi polkali. Ishlatilmagan. Yangi. Yangi. Javobmi? Javob. Mana. Vakuum oshmoq shekilli. Vakuum oshmoqlar. Xullas, aka o'zi 1.5 million sotiladi bu narsa aka. 2 ga bo'linar ekan bu. 2 ga bo'linadi. Mana tagi mana. Bu o'zim mana bunaqalar obunachilaringiz bilishadi. O'zi ham mana 1.5 million qo'yishyapti, to'g'rimi? Xo'p, obunachilarimizga 1 million 600 ming so'm vodiy bo'lib dastavkasi bilan qilib beraman. Dastavkasi ichida. Ichida qilib beraman. Yangi bu, men birovdan oldim. O'zim yangi yasamadim, mana to'g'risini aytaman. Birovdan oldim. Egalari hali olib ishlatishmagan ekan, qo'yib berishgan ekan, turgan ekan. Haqiqatan ham ishlamagan narsa ekan. Yangi, chiqadi, ayb nuqsoni yo'q. 1 million 600 ming so'm vodiy bo'lib dastavkasi bilan qilib beraman. Spanigani tur aka. Spanigani bosh taraflari ochiladi, tumbalari ikkita chiroyli holatda turibdi. Bittasi usti oq ekan, bittasi korishniy ekan. Menimcha kombinatsiya qilingan ekan, oq qorani. Men ashnada o'yladim. Shunaqa shaklda. O'zi ham chiroyli ekan bu. Uni chiroyli narsa, matras yangi, tayimli sondiq bo'ladi, ko'tariladi aka. Hop. Tremos ham chiroyli holatda turibdi, tortmalari. Hop, shifoner 6 eshikli 3 ga bo'linadi. Bu tarafga 6 eshiklarni qo'yib berman ekan. O'rtasi oyna, ichlari. Ikkita tortmasi ham bor pastida. Oy shukr. Bu mana bu tarafda ham ishilgan. Xudo xolasaga muammo bo'lmaydi, uyga olib kirib chiqish. Bemalol mashinaga yuklash ham qiyinchilik bo'lmaydi. Buni ham vodiy bo'lib dastavkasi bilan 3 million 300 mingga beryapti aka. 3 million 300 ming dastavkasi ichida. Dastavkasi vodiy bo'lib ichida. Matras mana o'zingiz bilasiz, yangi maza qilib ishlatishadi. Xo'p, stol ustulimiz
12 talik chinor yog'ochdan ishlangan stollari xom bo'lmaydi. Chinor. Xo'p, oyog'ini ham ko'rsatib qo'ying. Hali xom bo'lmaydi, xondan bo'ladi. 2 million so'm vodiy bo'lib dastavkasini beraman. 2 million. Ha, Dastavkasi ham ichida. dastavkasi vodiy bo'lib ichida bemalol aloqaga chiqishadi. Mabodo aka, ana ikkita sulma ham bor. U 10 talik qilib olishsa ham bo'laveradi. Narigini. Ha, 150 ming bo'ladi bu ikkita stul qo'shilib oladi mabodo qo'shib. 250 ming. Ha, 250 ming. 250. Addini ham beraveramiz. Endi hali mabodo mehmon kelib qolsa, uyga qo'shib qo'ysa ham bo'laveradi-da. Xo'p, mana bu yerda tumban bor aka, bonus beraman birortasi. Kimga zarur bo'lsa-ki, aloqaga chiqsin. Men unisini yangilab ham beraman. Detskiy shkafni olganga qo'shib bersangiz bo'laveradi. Bo'laveradi. O'shiniki edi. O'shini tumbachasi edi. O'shan tumbachasi. Xo'p, telefon qilaverasizlar. Asadullohga pastki nomerga. Bittadan like bosib, yaqinga jo'natib qo'ydi.